kitobda ona deb yozilami? Shunda nima olgan nima deb yozilgan ekan? A N A. Ha, qo'shib o'qiqani? Ana. Ona. Buni O deb o'qiyapsan-ku, Orzu, A deb o'qimayapsan-ku. O, na bo'ladi. Men asabimni buzma lekin hozir. Bak, Ustoz o'zi shu o'rgat. hozir kallangni pachaqlab qo'yaman lekin buni. Asabimga tegma. To'g'ri o'qi. Qara, ikkinchisi. A Ha. T Ha. A. Ha, nima bo'ldi? Dadangning dadasi kim bo'ladi? Dadang dadasi kim bo'ladi? Otam. Ota bo'ladi. Endi nima bo'lyapti? A T A. Nima bo'lyapti? O'rgatmaysan. Jim o'tir. Ya, nima bo'lyapti? Pol. Mol! Ota bo'lyapti. Shunday meni bor kasal qilsin sen bola. Yeb to'ba qilsam men. Mana o'qi endi. Mana nima bo'lyapti? Mana nima? Mana nima? Nima kulasan? Go'rimga kul, nima kulaysan? Usamga tegasan, o'qiman oldi tez-tez. Anangiz kuldiryapti anovi. Shunday pitlab ketgansan shu. Qaramaysan da boshingga sen. Kimni qo'lingda qo'yib ko'raman uni. O'ylasam bitim bolalarim onaqa erim olmay qo'yadi. Sen bu pitlab ketishingda. Mana uni qarab boqqansan kallangga, joning chiqib boqqansan mana uni eshak. Xola. Ha, ke. Sen nima ishing bor? Yot. Pit bosh. O'l. Harmon xola. Salomatmi kiyazi? Bunday ko'zimni qisasa. Quyoshda xola. Bunday tur. Yaxshisanmi? Rahmat, chaqirtirgan ekansiz. Ha, chaqirtirdim. Sen nimamda kelgan sovchilar qaytarsan, Xola shuni ayam aytdim-a, yo'q, aytgan yo'q. O'zim so'radim men. Oldinda ikkita singling bo'lsa, uzoq ketavermaysanmi kelgan Xola sovchilar? sizga bir gap aytsam hech kimga aytib qo'ymaysiz. Yo'q, aytmayman. Xolamlarga ham aytmaysizmi? Hech ayamga ham aytmaysizmi? Yo'q, aytmayman. Men xolangman qo'ynalay. Yaxshi ko'rganim bor-da, xola, shunday tushunayman. Qachon yaxshi ko'rganman. Gaplashasanmi ya? 3 yildan beri gaplashaman-da, xola. U seni olaman qayerdan u? Oladi o'zimizdan. Faqat yana keldi. Hech kimga aytib qo'yma. Ha, yo'q, hech kimga aytmayman. Hech kimga aytmayman. Ana, Shadi? Voya. Ma, aptekaga bordim, men arziykom. No, yaxshi, mahkam ushlab tushirib qo'yma. Ana boshimga daratgan, boshimga daralayman. Shakti tashasi. Keyin uni gaplashamiz, bor, hayda. Ana. Alo, Gulchir, yaxshimisan? Sağım yaxshimi? Charchamayapsanmi? Men senga aytdim, men Orzuning bir balasi bor deydim. O jigiti bor ekan qizingning, jigiti bor ekan, bilarmiding? Ha, jigiti bor, o'shaning uchun tegmagan u. Sen kecha kelgan sovchilarga berib. Men senga aytdim-mi shuni? Berib dedim. Men sen boshingga yostiq qo'yasan uni dedim. Berib kecha sovchilarga bo'pti. Keyin gaplashamiz mayli. Yana menga qara, yana Orzuga sondiroqlab o'tirma, qolang telefon qildi deb. Aytib o'tirma, xafa bo'lardim men. Ha, bo'pti. Mayli gaplashamiz. Ha, endi. Alo, Abcha? Yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Men kecha bekorga aytmadim. Men buning bir balasi bor deb sizga aytdim-mi, yo'qmi? Orzuning jigiti bor, 3 yildan beri gaplashirkan. 3 yildan beri gaplashirkan jigiti bilan. Ha, men hozir aytdim men Gulchirga. Ber deb boshimga yostiq qilasanmi dedim. To'g'rimi? Ha, shuda men to'g'ri qilaman-da o'zi. Shu payt men yana seni hech kimga aytib o'tirman. Ha, bo'pti, mayli, yaxshi o'tiring. Aya. Nima bankam ko'tarib kelding? Aya, banka ochiq qish keldi-ku. Yangi yil o'tsin hali. Qish keldi deb, hali endi dekabr keldi. Tez olib borib joyga, bu yoqqa ber. Aya. Yo'q, hali ochmaysan buni. To'ba qilsam. Hech bo'lmasa yangi yil o'tsin, bularning hammasini sanab qo'yganman. Bitta Siz ochaman deguncha yana qayta. tomog'im qitullatma menga, borka, yangi yil o'tsin keyin yeysan. Hammasini qo'yib qo'ygan. Yana borsa men asam bu yashirib bu yoqqa olib kelib ichib o'tirma, tushundingmi? Bittalar sanab men ta'gacha men ulargacha qo'yib qo'yganman bularni. Kodlab qo'yganman har bittasini. Kodi bor uning. Ular qayda? Sizlar deyim ayalaringiz shunaqami? U bizning ayalarimiz kompotda ochaman deguncha gilas yana 2 marta pishadi-da. Turibdi-da. Kodlanmay o'lsin shu bank. Ko'p gapirma. Bu tez ishlar, choyni qo'y, choy ichamiz. Puta, cuidado.